蒙古族是马上民族，他们在马上降生，在马上成长，甚至在马上死亡。成吉思汗是个马上皇帝，他跨马挥刀，统一了蒙古草原，攻下了金朝的中都。除了他卓越的政治和军事才能以外，还仰仗着他训练出来的好像屁股长在马背上的一支军队。Mengan. Ha. Siz degan Go'boyi qanday odam? Xanzo. Nalik? Finyonliq. Nima ish qiladi? Finyon Aymoqbegi qo'shimcha mungdishi. Ha, hey, charchab qoldingizmi nima? Tartibga tushuntirsangiz-chi, bo'lamdi? Nimaga oldiraydilar? Bu Go'boyi Tansural Samg'uni Go'zining avlodi. Qalamdimi, alamdimi kamolat yetgan. Garchi oltin xonliqida amal tutib turgan bo'lsa-mu, lekin kunlarning birida hokimiyatning olmishishini arzu qilib kelayotgan odam. Halaqa yo'lliq Cho'sayn demdilar. Ha, to'g'ri. Yo'lliq Cho'say Xitan Oqsuvining avlodi. U Xitan ile Sharq Xitan xonining 8-avlod tevrisi. Dadisi amal tutib oltin xoni 10-yilning so'ng qo'l divondagi bo'lgan. 60 yoshlarga kirganda mushu Yo'lliq Cho'say tug'ilgan ekan. Yo'lliq Cho'sayga Xanzolarning o'z elida yetilgan istidat egisini boshqa eldikilarni ishlar degan qadimgi iborani o'rnak qilib Cho'say deb ism qo'ygan. Taxallusi al-To'risi ism taxallusining kunlarning birida boshqa el uchun xizmat qilganligi chiqib turdi. Kichigidan boshlab nurg'un kitoblarni o'qigan. Bo'libmi qadimgi 4 kitobni o'qigan. Ilmiy nujum, jo'g'rofiya, taqvim, ilmiy riyozat, buddashunoslik, lozim jonzlar ta'limoti, tibobatchilik, yana falchilik ilmidan xabar bor. Shahar aman qolsa, biz aman qolamiz. Urushda o'lsak o'limizki, hargiz chekinmaymiz. Shahar aman qolsa, siz aman qolamiz. Urushda o'lsak o'limizki, hargiz chekinmaymiz. Yuringlar. Xon baliqni deyli. Ko'nlarda savirning tegi serq oltin degan maqol bor. Xon baliqning sepili egiz, doirasi cho'ng. Uni olmoq tas, uning ustiga ular o'lim oldida jantalshyotdi. Hozir xon baliqni elishning vaqti emas. Xon baliqning amri ahvolini uqib beqish uchun jabal avatib hayviq qo'ysam ekan. Eli Qavur xonni ozdan qo'rqitib qo'yaylikmi deyman. Hozir xonni damdala. Sizcha uni yengalamanmi? Albatta ulug' qolgan. Sizlar qo'mondonlik qilishga moyir bo'lib qolmay, ya'ni sarkarda cheriklar mujassirkan. Shunga yangmay qolmaydilar. Uning ustiga oltin xonligida Shizunxon 10 yil qaradan keyin pam-parasatsiz xon taxtga chiqib, Chakin Galvan vazirlar ishqi silinib, hokimiyat yaxshi boshqarilmadi. Shunga zolimbek to'rlar nafsoniyatga berilib, zo'rlik bilan olmonchilik sag'ashqa, o'ttir tuzlanlikdigilar hokimiyatning olmishini orzu qilyotdi. Avomning nafrati qolganlar jahondan qurq qoladi. Bu tabiiy qonuniyat. Undaqda men butun jahonni birlikka keltira olamanmi? Tadbirlar to'g'ri bo'lsa-la. Demakchi bo'lganingiz, birinchidan avom ko'nglini mayil qilgaylar. Ikkinchidan avval g'arbiy janubni elib, ondan so'ng xonligi bilan birlashib, oltin xonligini yo'qotmoq lozim. G'arbiy janubni elib, so'ng xonligi bilan birlashib, oltin xonligini yo'qotmoq.
To'g'ri. O'ttir tuzlanlikni salchaqlıq olmaydı. G'arb janubdagi boshqa baylarning sarkardalari jasoratlik, ulardan foydalanishga bo'ladi. Avval g'arb janubni olib, ondan so'l xalqi bilan birlashsaklar, o'ttir tuzlanlikni ammo osonga tushadi. To'g'ri dedingiz. Sharqi Yavg'a daryo vodisi Jurjitlar gullangan joy. Xonbonlik hujum qilganda Navoda Jurjitlar o'zlari bilan tirikishib qolsa, sizlar muasirda qoldilar. Avval qo'shin avatib, u ya'ni qo'lga olg'aylar. Bu gapni yaxshi samimiy soldingiz. Muqali, sen darhol qo'shin tortib, Sharqi Yavg'a daryo vodisini ol. Hop! Mehmon efendi, deginimiz to'g'ri ekan. O'qig'inlar hunarmandlardanmi muhim ekan. Ulug' qog'on. Ulug' qog'on. O'yingan shash buqidek tirkishib turib oldi. Nemishqa chindovul qo'shin avatmaydilar. Sen chekindingmi? Shundoq. O'yingan bek g'aljirlashib ketdi. Ha, o'tir. Go'bo'yi efendining fikrini anglab boqaylik. Bu Janobi vazirlar, Song'un o'yingan qari tatarlarni surtoqay qilib, xonbonlikni qo'g'dab qoldi. Urush boshlangandan beri u tunji bo'lib To'mirchinni mag'lub qilgan Jurjit Boturi. Men uning utqini tabriklayman. Hammanglar bir jamtim ko'tarib o'taylik. Vazir azam, sizlar nima uchun ishmaydilar? Elning munqarz bo'lishiga sanoqli kunlar qoldi. U dahi ko'ngil ichib o'ltirdi. Xon Alili. Bo'ldi qilinglar. Sharqi Yavg'a vodisi qo'ldan ketdimi? Vazir azam, Buni tez qo'shin avatib ularni qaytarib olaylik. Bo'linglar, tez elchi avatib To'mirchin bilan sulh tuzaylik. Altın xonliqining elchisi ham bosh sarkardisi, qo'shimchi xonliq mufattishi, O'yin Chinxoydan Mo'ng'ul xonliqining Chingiz Qog'oniga salom. Sarkarda, o'rningizdan turing. Sizni bilaman. Siz xo'shaxo, juqu ko'klarga o'xshamaydigan, oltin xonlig'idagi oz uchraydigan hurmatga sazovor raqiblarimizning biri. Turing, to'rga o'ting. Ulug' Qog'onga rahmat. Himmatlarga chiqinglar. Marhamat. Sulh tuzish uchun men 3 qatim xonbonlikqa elchi avatgan. Bugun bosh sarkarda o'yin janoblari o'zingiz oldimga kelibsiz deydigan xush xabar bor o'xshamamdi. Ha, o'rnidagi vazir huzurlarning kelishishi, olilarimizning ma'qulligi bilan ulug' Mo'ng'ul xalqi bilan sulh tuzib, menga inoq ittifoq o'tishni qaror qildik. Sizlardan oxiri sado chiqdi. Sizlar Jurjitlar o'ttir tuzlanlikda taxtiravonda o'tirib o'ynab qolg'ashqa har qanday ishni biz otliqlardek keskin bir taraf qilolmaydi ekansizlar. Ha? Bu ulug' oltin xalqimizning hokimiyatiga munosabatli cho'ng ish bo'lg'ashqa qayta o'ynashga to'g'ri keladi deysizlar. Ha. Bu menga ayon. Sizlarni cho'qim o'ylab yetdinglar. 3 yil ilgari chiriklaringlar xil, yarog'laringlar isil bo'lg'ashqa men bilan sulh tuzishga o'ynamagan tog'lar. 3 yildan keyin xalqlar ojizlab qolganda, mening qo'shinim 10 tumandan necha 10 tumanga yetganda, chinlimisanmi o'zinglar sulh tuzishga kelibsizlar. Bu bir soxtipazlik qo'y deyman. Har kim o'z bilginni deydi ekan, kechirishga bo'ladi u. Sizga bir sirimni deb beray. Men charchab qoldim. Jurjitlar o'ttir tuzlanlikka bostirib kirdi. Qitallarni mag'lub qilib, So'ng xonligiga hujum qildi. Biz yoyliqda chora beqiyotgan Mo'ng'ullar sizlarga putlashmasak, Shizun xonimlar o'ngini qara, marhum ota-bobamizni sababsiz o'ldiribdi.
bizni bo'ysunishga majburlagandan sirt yana har 3 yilda bir qatim yayloq kelib balog'atga yetgan erlarimizni qirdi, albodullarimizni talon-taroj qildi. Eli xonimlar o'yin yo'ji mening ulpan opirib bergan fursatni foydalanib meni chormoqda maqlamoqchi bo'ldi. Sizlar bizni bak bo'zaq qilganlar uchun mana endi qo'shin tortib qisas olmoqchiman. Endilikda u sulh tuzmoqchi bo'ldi. Mat yaxshi. Qiramsa shartingizni deb taqing. Han sulalisi Malika Javjinning 10 tavruqda yotliq qilgandek, xonimiz qudlashmoq niyatida Malik Chigoni Chingiz qolgan olilarga to'qonliq hadiya qilishga farmon tushirdi. Voy, uning yo'jining qizimi? Bu ko'ktamarda man qilgan iltifot ekan. Undaqda xalqlar bilan 3 yil jafoliq urush qilgan mana bu sarkarda chiriklarimning g'azab nafratiga qanday tasalli bermoqchi ekan? Chekkan jafo mushaqqatlar badaliga qanday hal so'ramoqchi ekan? Sarkarda chiriklarning xizmatida bo'lishga balog'atga yetmagan 500 qiz, 500 o'g'il ip keldim. Yana qo'shinlarning chirik otlarini to'liqlash uchun 3000 to'yaq at ip keldim. Qo'shinlarning o'z manziliga qaytish yo'lidagi ehtiyojini qamdash uchun 10 har va 6 kumush tavadurdan va boshqa lozimliklarni ip keldim. Umum ishini deyish bo'ldik. Endi boshqa gapga kelaylik. Qarab baqing, sarkarda chiriklarim qandoq ekan? Qaltis jasoratlikka. Biroq nima? Anlasam ularning ba'zilari to'liq qonxo'r ekan yoki qonxo'rlik bilan o'zini xush qiladi ekan. Bizga bunday jallodlar kerak emas. Qurol bilan odam o'ltirgili bo'ladi, lekin odamni qoyil qilib bo'lmaydi. Kaynini turganlar yo'lliq oqay bilan yo'lliq buqa. Yana menga bor, ha? Ularning hammasi oltin xonligining sarkarlari mening ulug' nomimni anglab, xizmatimda bo'lishga keldi. Nima kulasiz? Shuni xursandmanki, hali yaxshi ularning birsimi jurjit emas. Xazolar bilan qitlar hargiz naslni qurtganlik, elini munxaris qilganliklarning qisosini unutib qolmaydi. Bu dal xalqlarga yurgan ajallik opirat. Qag'anim, ori o'rilgan katanga qaytish tushmagaylar. Yo'qimizmi, gapimizmi bor ekan. Bu qatam o'tirtizlarga yurish qilishindagi maqsad faqat qisos olib, ornini saqlab, haqqonat uchun urush qilish. Hargizmi xalqlarni o'ltirib, elinglarni munxaris qilish emas. Shuning uchun o'zligimning xalqlar bilan sulh tuzmoqchi bo'lyapman. Ulug' qag'an, qo'shinni qachon chekindirdilar? Malik Chigoni ko'rmagan tursam. Beqirlari hamdonlikqa darhol qaytib, Malik Chigoni shimoliy sepil ig'izga olib kelaman. Ulug' qag'an bilan to'lish bo'lgandan keyin sizlarni chapchaldan o'zim uzitib qo'yaman. Ay, bosh sarkarda sizni uzitishga ovora qilsam, qandoq bo'ladi? Oilalarimizning farmoni bo'yicha men ulug' qag'an oilalarni chapchaldan cho'qim boldiroq uzitib qo'yaman. Meni sulhiga amal qilmasmikin deb ansirayotamsiz? Yo'qsa, ulug' qag'an albatta lavzlari turdilar. Men faqat xonimiz vakolatan sohibxonlik burchini ado qilyapman. Bo'ladi. Men gapni ochiq qiladigan odam. Agar xonliqlarning tikish to'xtamay, sulhini qasddan deb san qiladigan bo'lsanglar, sizlarni men kechirgan bilan qilichim kechirmaydi, juma. Milodiy 1214-yil atiyazda Chingiz qag'an vaziyatni mo'lcharlab o'zligidan sulh tuzdi. Hamda Malika Chigoni ham asirlar bilan mol-mulklarni elib yayloqqa ko'chdi. U orom elib o'zini o'ngshig'ash fursatni kutdi. Holbuki Damilish yengboshdan qudrat tepish fursatiga ega bo'lgan oltin xonliqida bo'lsa, ishki majrolar kayni-kaynidan yuz berishga boshladi. Qo'shaqo! Samg'un qo'shaqo! Men sizga ko'p iltifot qildim. Nechqitim vazirlarning fikrini rad qilib, o'limingizdan kechdim. Ekranglar. Siz bunday xafaga baqmang. Samg'un qo'shaqo! Samg'un qo'shaqo! Samg'un qo'shaqo! Samg'un qo'shaqo, siz meni qo'yib o'ting. Men alman yerimni sizga berib beray. O'tib qolay. Sening o yerim bilan allaqachon Mo'ng'ullarning ilikiga yutib bo'ldi. Hargizmi sen oshmaydi. Sendek pazlassiz nonqepi endi o'rinni bekolmisan. Ulug' oltin xalqining albodonlari o'lsimi ko'z ochkidir. Agar aql bo'lsam, o'zing o'lib ol. Shunda qilsam, Og'udaning avlodi hisoblansan. Qo'shaqo! Bu aramzada munofiq. Isit, tudan avcunun nasidik quloq solmay, sana rahim qilib, mana endi beshimga bola topding. Lekin sen Qo'shaqo'mi, yaxshi aqlan ko'maysan.
chiqqan 10 yil yo'ngji ham farosatsiz bo'lganlikdan ulug' oltin xonligi munqarzlik yuzlandi. Men Xo'shaxo jiddiy vaziyatni o'ngshash uchun uni taxtdan majbur tushirdim. Lekin elning bir kun xo'risi bo'lmaydi. Shunga men mushu mushkul kunlarda o'z ixtiyorim bilan vaqtliq el ishlarini boshqaradigan bosh sarkarda bo'lib, ham ishlarni boshqarmoqchiman. O'rningda tur! Sendek yaramaz serketler boğalık üçün uluk altın xonligi munqarzlik yüzlendi. Sen Xo'shaxo her kıtımlık uçun mağlup oldun. Buna Qo'riqchi demez. Qo'riqchi taxtga tushirgan bo'lsang, u qaysi fazilating, qaysi iqtidoring va qaysi yuzi bilan el ishlarini boshqarmoqchisan? Tanrıqot nadan bo'lsa, sanğın sarkarlar qobiliyat iqtidorini ko'rsatamay, urushda ig'ir chiqim totadi. Bularning hammasi mushu Qo'riqchining kasofati. Qo'rqib qilma! Sen G'arbi Ostonning qo'riqchisi turib urush qilmay chekinding. Bu Qo'riqchining kasofatimi? Sen yani çapçallık olduğunda Moğollar Udun xanbarlığı basırıp gitti. Bu mu Qo'riqchining kasofatimi? Ahmak keri! Nadanga berilgan mansab kichik balığı tutulgan ustura degan gap bor. Xo'shaxo Nadanxonni yo'qotib, vaqtliq ali ishlarini boshqursalar, uning muborak nomi menga o'chmaydi. Tüy! Xonga qasd qilgan haramzodi munofiq. Sen Xo'shaxoning sesiq nomi menga qoladi. Kimiki qo'riqchigan o'yin yo'nji ustida dotlanib, el ishlarini boshqarishga qarshi chiqar ekan, oqibati mana shunday bo'ladi. O'likini qo'riq teshiga olib chiqib, ishga sazoy qilinglar. Chingizxon! Go'bayining degini yo'lliq. Sunxonligi bilan birlashib oltin xonligini yo'qotamiz. Bu qatam sunxonligi berishinglarga maqsad sunxonligiga janubda oltin xonligini tushab turg'izishdan iborat. Shunday qilsak oltin xonligiga hujum qilishimiz xili osonga to'xtaydi. Xo'p. O'zim topgan baloga, nega varay da'voga ataydigan gap bor. Chingiz Qog'on suv xonligi bilan birlashib, oltin xonligini yo'qotishni planlayotganda, oltin xonligining poytaxti Xonbaliqda amjili taxtga chiqqan yangi xon tinchlik tantanasi bilan band edi. O'yin birodar. Vazir Azam. 3 yil bo'pti. Xotirjam yashayotganimiz uchun qani birdan ichaylik. Men vazirlik qilganda Malik Chigo bilan balog'at ketmagan mangla bir qiz o'g'ilni ham zo'r miqdordagi oltin kumush tavardurdularni, shundoq yana Mo'g'ullarning bizga yana qayta hujum qilishga yetgudek otlarni sovg'a qilib ko'rib, bu shundoq charbag'i bizimiz o'tkazib yuraversak. Esi qilgan ajrim bekorga ketdi. Vazir Azam. Nim yurkinidirlar. Qudalashish qadimdan bo'lib kelayotgan odat-ku. Uni xalqimiz yaratgan emas. Agar xalq foydali bo'ladi ekan, uning hech qanday numusqig'ichligi yo'q. Shundaqdimi, oldinga bir qarasang, keyingi ikki qara deydigan gap bor. Kutilmagan ishlardan saqlanish uchun xalqni paravon qilib, elni qudrat topquzi so'rar edi. Yaxshi kunning yomoni bo'ladi emasmi? Vazir Azam To'dan Olcho, yana nimadan da'vatsiz? Meni deyishyapsizlar. To'dan Olcho xalqimiz sulh tuzgan fursatdan foydalanib, elni qayta gullantirish to'g'risidagi paravni qilyapti. Vazir To'dan Olchoning o'ylaganlari to'g'ri. So'l qo'l yandash sarkarda Xo'shaxo bilan mukammal bir chora ustida o'ylandik. Birinchidan, avam xalqni xotirjam qilish uchun har qaysi taraflarga jarchi slavchilar darhol avataylik. Har qaysi makimlar qurbon bo'lganlarning bola-chaqalarini ish qo'yish uchun aniqlab ro'yxat tuzsin. Shunda qilsak, avamning ko'nglini mayl qila olamiz. Oliylari donodir. Qani janoblar ko'taraylik. Ikkinchidan, Mo'g'ullar chekingan fursatdan foydalanib Xonbaliqdan voz kechib, Ostonani Kayfon diyoriga ko'chiraylik. U yerga kelsak, Xonqa daryosining jo'grafiyalik sharoitiga tayanib Mo'g'ullar bilan tirkishalaymiz. Oliylarining donoligi uchun qani ko'taraylik. Oliylari.
Aslanını ko'chirishga hargiz bo'lmaydi. Bo'ldi. Jofan, o'q baqay. Ma'qul. Xon oliylari qor tatarlar janubdan besib kirdi. El-jurt axir kunda qoldi. Xon ham puxra bir niyat kelsak, mushkul qiyinchilikdan qutula olamiz. Lekin hozir oliylari xalqni azob oqibatga tashlab qo'yib, janubga ko'chmoqchi bo'ptilar. Bunda qislar xalq sarson bo'lib, qo'shin jangovarligini yo'qotdi. El uzun o'tmaylar munqariz bo'ladi. Kuchli dushman shimolda tursa, ordularni janubga ko'chirsalar, Jiraxiyada turib dushmanga qanday qarshi turg'u bo'ladi. Xon baliqni tashlab manslar shimoldagi yer zaminimiz qo'ldan ketadi. Ota-bobomizning qolgan el-jurtdan ayrilamiz. Men qatorliq puxralar el-zamindan mahrum bo'lishga chidab turolmaymiz. Oliylarning farmonlaridan yenib, xon baliqni mahkam saqlashlarini o'tinamiz. Davlat aman bo'lsa, xalq ham aman bo'lur. Yaxshi yezibsan, Jofan. Kelinglar, qo'l qo'yinglar. Vazir azam, Tangrim shifoliq bergay. Yesham bir yak berib qoldi. O'lsam armonim yo'q. Biroq bir ishdan ansirayapman. Vazir azam, qaysi ishni deydilar? Arnimiz qichirab suli tuzdoq. Mushu kunlarni qadrla. Cheriklar bilan oziqlarni to'liqlab, xon baliqni mahkam qo'g'disoq bo'ladi. Bu birinchi taklif. Sharqiy Yovg'i daryo vodisi xonligimiz gullangan joy. Bir yili tog', biqini dengiz. Tabiiy sharoit jihatdan yaxshi to'salg'i bo'la oladi. Avval mudofaa ko'rib, ondan qolgan planni tuzish kerak edi. Bu ikkinchi taklif. Ostonani Kayfon diyoriga ko'chirmoqchi bo'lyapti. Garchi Azim daryo xonxi tabiiy to'saq bo'lsa-mu, lekin janub Tusunxonligi kunpetishda Tang'ut eli, shimolda Mo'ng'ullar bor. Uch tarafdan dushmanning hujumini qilib, hammadan qo'rqamsaq bo'ladi. Bu uchinchi taklif. Shunga xon oliylari uchinchi tadbirni hargiz qo'llanmag'ay. Vazir azam, kuchimizdan barcha tirishimiz. Jastinni Aqbaliqdagi amoniyat qasriga opirib, oilamdagilarga topshirib beringlar. Ko'nglingizni yerim qilmang. Men sizdan talaylikkanman. Buyuk Oltin xonligining halok bo'lganini ko'may ketadigan bo'ldim. O manzara cho'qim intayin ichinishli. Vazir azam, maqolani oddiy yezibsiz. Jofan uka, savingiz xeli o'sibdi, ha? men maqolamni sizlarga ko'rib berishga emas, eng beshiga imzo qo'yganimikin deb berdim. Bizlar xon oliylariga bu maktubni sunmoqchi bo'lyapmiz. Yo'qsa, men Budda diniga e'tiqod qilib, van so'ng oqsoqoldan ta'lim olyapman. O'zimni 3 doirdan 5 anasirdan tatgan odamman. Chusay aka, men ixlosman murd. G'aybiqnomam asliyat. sizlar el-eg'ir kunda qolganda quloqni yupirib, bu yerda zohid bo'lib o'tmoqchimi? Ashtiki Tatagato bilan avvalik Suvara To'mirchining bizni qayta qirmasligiga o'tib qolamdi. Burhanimiz mehribondir. Yo'lliq Chusay, sizlar to'g'ri yurakkanlar. Xon oliylari
Mektubunlarını görüp çıkıp, el ve xalqning g'amini yeganlarga aferin o'qidi. Astanini kayfin diyarıga köçürmeydigan bo'ldi mi? Xon oliylari janubni ko'zdan kechirishga minish oldida xazonani bizlar bilan birlikda bu yerni saqlashga qoldirgan tursa, xon baliqdan nimaga voz kechirgan? Xon baliqdan voz kechmasa, xon oliylari nimishga kayfin diyarıga bordi? Qop yurak. Sizlarga deb qo'yay, fuqarolarning hammasi qaytsin. Bo'lmasa, cheriklerim Mo'ng'ullarga tankilanmagan bilan sizlarga tankilanmay qolamidi. Xeyli hayvonsiz ekan, ha? Bayan Sulton janoblari, biz xon oliylariga maktub sunishni qo'rqmagan yerda o'limdan qo'rqatdikmi? O'zinglarni besiringlar. Hammalar el bilan xalqning g'amini yeyapmiz. Nimishga tirkissizlar? Javfa, bo'la ish bo'ldi. Endi o'zgartgili bo'lmaydi. Hammalar farmonga bo'ysunayli. O elma taqdiriga munosabatli cho'ngishtirsa, qarab turmizmi? Mardonliginglarga qoyilman. Farmon bo'yicha xonbaliqni saqlashga qoldim. Yanalar har qaysilarning yordamiga muhtojman. Agar Tangrining jazosini o'chirsak, boshqa kelganni tang ko'ramiz yoki xalq o'limda qo'rqmagan yerda biz nimaga qo'rqatdik? Bizlarning hayot mamotimiz tilga ilishqa qilcha arzimaydi. El yurtning taqdiri tumanlagan xalqning omon esanligi bilan munosabatli emasmi? Vazir To'dan Olchimo ostonni ko'chirishga qarshi turib, oxiri dardini ichiga yutib qazo qildi. Bizmi o'zimizni behuda qurbon qilsak, xonbaliqni kim qo'ydaydi? Men uning chinqo'y shuning uchun ichimga ochish yutib, buruqdan bo'lib yurayotaman. Tangri guvohki, xonbaliqni nashtiman xalq uchun jinimni fido qilaman. Qaytaylik. Ey, qo'zam, dada de baqa. Ey, dada de, ha? Qo'lan, siz daryo suvidagi sapsadab qo'lingizgansiz. Menga marvoyatdek o'moq o'g'il tug'ib beribsiz, ha? Ulug' qag'on, qiz bo'lgan bo'lsa, texim yaxshi bo'lar edi. Ha? Agar qiz bo'lgan bo'lsa, chun bo'lganda qabil oqsoqiliga yoki bir ativorliq sargardalarga yotliq qilsak, ular sizlarga mangu sodiq bo'lib etadi. O'g'il bo'lsin bo'pti. Chag'atay bilan Jo'chining buqidek o'sishib yurganini ko'rib, bu bola chun bo'lganda to'rt mashhur to'kibkor ham jasur akasining oldida qandoq o'ringa tushib qolar deb ansirayman. Qandoq o'ringa? Sizning o'g'lingizmi bir to'rt o'g'liga o'xshash, qilich farqlanmaydigan tang huquqdan bahramand bo'ladi. Undaq bo'lsa, uning ta'liqilami? Hayotli bo'ladi ekanman, uni aqllariga o'xshash baxtalaylik qilaman. Ulug' qag'on, Mayog'i sizlarga muhim xabarni yetkazmoqchi ekan. Ha, qadag'an. Qo'lim bilan bu bolaga obdan qarang, ha? Ma'qul. Ulug' qag'on, balig'ni deb ism qo'yamiz. Ha. Ismini ko'rgan qo'yaylik. Ulug' qag'on, Sulxonlarga qudilish qavatga hajimizni oltin xonliq tutyapti. Ha? Oltin xonning yuragi cho'g'ay qildiribdi-ku. Yangi oltin xon ostonasini kayfin diyarga ko'chiribdi. O'sha ikkisini yetib boshladi. Endi qilichim bilan oltin xonning adini beraman. U men Chingizxon qilgan va'dasi turmaydi ekan. Cho'qim qon to'kadi. Miladi 1314-yili 6-oyda Mo'ng'ul qo'shini 2-qitim oltin xonligiga jazo yurishi qildi. Shimoliy Qo'rg'onga kirib, Jinju, Jijo, Shunju qatorliq shahar aymoqlarni oldi. 7-oyda Xonzoda o'ngning sulsa xonbaliqdan qechib chiqib ketdi. 10-oyda Muqoli Sharqil Yovxo vodisi hujum qildi. Miladi 1215-yili 1-oyda Mo'ng'ul qo'shini Tunjuni elib xonbaliqqa yaqinlashdi. 3-oyda oltin xonligining qo'riqchi sarkardasi Ungyin Chinxo'y xon bilan maktub yozib, kayfindan yordam talab qildi. Yeni xon ma'muriy amaldor yondosh Taftishbay Liyinni xonbaliqqa qo'shin va oziq-to'lik bilan yordamga avatdi.
4-nji ayda Moңgullar Bajuda yordamchi qo'shinni yo'qotdi. Buning bilan Xonbalıqda ocharchilik yuz berib, xalqning hayoti qim ustida qoldi. Chaqirma! Tez bo'l! Hey, qo'ychi! Anlasam, Vezir Azam özleri şehrin kurdaş toğrısında məsləhətləşməkçi bopdala. Attın birini soydurdum elinla, ölsəkmi aç arabaq bopqanmaylı, yala. Atlarını soyup yemezsek, şehirden qandaq çıkıp düşməni çekindirimiz. Nima? Şehirden çıkıp düşməni çekindiremdik. Eğer keyfin yerdikiler yine Çin davul koşun evetiştin ilgili Moğolların şehirge girişini tosup kalalısak, dopimizni asmanga assak boludu. Han aileleri yine Çin davul koşunu evetemi? Eğer Çin davul koşunu evetmese, Moğollar şehirge kirmegen halette mi? 20 ayga damayla, hemmeyden açaçlıkta ölüdü. Han alileri Hanzade bilen Keyfan mekimisi köşkende el üçün can pida qilishqa tayyorlik ko'rib qo'ygandi. Endi o'zimizni o'lganga chiqarib etsekmi bo'laverdi. Sizlar rastilla el üçün can pida qilmoqchimi? Men bu sadoqat yo'lida o'lib olmoqchiman. Qaraganda rastla mush yo'l bilan sadoqatimizni bildirsak bo'lgudek. Eğer xonimiz dana bo'lgan bo'lsa, shunda qilishga arziydi. O'sib qochayli demsiz? O'sib chiqalaydigan bo'lsak, sadoqat ko'z tutishga fursat chiqadi. Bu yerda o'limni kutib o'tirgandan yaxshi. Vezir Azam, uning qo'shinining degini to'g'ri. Qochayli. Bo'ladi. Har kimning o'ziga yarasha ko'z qarshi bo'ladi. Zo'rlashqa bo'lmaydi. Sizlar qachonlar? Bu yoqqa kel. Vezir Azam, Cheriklar to'rt qo'riqni ichib etsin. To'mirchan qarshashmaganlarni o'ltirmaydi. Vezir Azam, bu Senmi jining ipqash. Siljo. Menma yegan ishimmi xonning, turgan yerimmi xonning. Xon alileri, kamillari xavf xatarda bosh tortmay, farmonlar bo'yicha xondolikni saqlashga qoldim. Lekin kamillari jahonni tezginlashga, ojiz kelgashga, ig'ir vazifaning o'disidan chiqamadim. Xondolik qo'ldan ketish oldida turmoqda. Bosh egib itoat qilganimdan ko'ra, eng yo'lda jon fido qilganim tuzuk. Olilari o'zlarini ko'p asirg'ayla. Gunohkor xizmatkorlari uning Chinxoy ig'ir qon hasratda o'zlariga ta'zim qildim. Shenzong xonning jimi 3-yili 5-oyning 2-kuni. İçip ölüp aptı. Ey Sit, o batır adam idi. Cürcitlerin adeti boyunca onu dağdırılıp ustup koyuyorlar. Kattiken, Altın Khan huzurun işini bilirken ha? Ey, de baka. Ular bunu qandaq o'ylab yetgandi, ha? Afsuski bu shahan ordini bizning ordidagi o'kizlik so'rtib ep ketgili bo'lgan bo'lsa, ha? Shu emasmi? Hey, sizlar bu kallang ishlamamdi. Ordini ep ketgili bo'lmagani bilan ordidagi inson narsalarni ep ketammasmizmi? Ha? Uni allaburun o'ylagan. Ordidagi inson narsalarning birini qo'ymay, yaylaq ep ketaylik. Yaxshi.
Ordudaki eski neslenin hemmisini hep git ola. Ulug' Qag'on, xon baliqning xazinalarini saqlashga odam o'rlashtirdik. Ana mol-mulklarni ep ketish uchun orvularga besyotdi. Hey, elaqi yo'llovchi Jusay tepildimi? Uning qasrga odam evatdim. Qasrdagilar uning nima ketganligini uqmaydi ekan. Siz 100 odamni boshlab berib, uning qasrini obdan qo'yding. Hech kim parakanda qilmasin. Xo'p, bu yo'llovchi Jusayning hali xili bor ekan, ha? O ya urush qilishni bilmasa, uning bizga nima keragi? Kerak bo'lamdi yo'q, ko'rishganda birdan bilmadik. To'g'ri, keragi bo'lmasa o'ltirib kechikmaymiz. Yo'q, xizmatimga unamasa, andin o'ltiraylik. Ulug' Qag'on, xon baliqning xazinalaridagi va ordudagi narsalarning hammasini besib chiqdik. Yaraysan, yaxshi qipsan. Nayoqa? Va nima? Menda farmon sarkarchilikda jafo chekdi. Uloq xon baliq kirib 3 kun talon-taroj qilsin. Xo'p. Jafon aka! Nima qo'shingizni o'ldirmoqchi bo'lasiz? Ha? O'zimni 3 yerdan 5 ona sirtin tatqan odamdan davatmondilar. Ot mana endi butxonaga tutash qilyapti. Jafon aka! Jusay birodar, Chingizxonning havolasi bilan birodarlar silni bilan saqlayotganimga xeyli bo'ldi. Birodar, men texasiladagi davno sarkarda Chingizxonni naib qilayotgan yerda uning chiriklari albatta rahimdil keladi deb o'ylab ekanman. Lekin uning chiriklarini o'g'ri qaroqchi va jallod qilib yetilganliklari xiyolan mumkin emasdi. Jusay birodar, eg'iz bolasi qilmaslar yana. Chingizxon men bilan ko'rishmoqchi ekan-ku. Meni oldiga boshlab basla. Jusay birodar, ashunda xiyolda bo'lsa, uning bilan ko'rishmaganlar tuzuk. Meni o'ltiruvchidan ansirayotgandilar. Men Budda diniga e'tiqod qilgan odam. O'lim ko'rim xiyolimdan kirmaydi. Yursizlar, meni Chingizxonning huzuriga boshlab basla. Elim munqarz bo'lgan arzimas yo'lliq Jusay huzurlariga salomga keldi. Hey, tizlansizlar. Qaranglar, o'to saqal, ha? Ulug' Qag'on, soqollari uzun, ham chiroyli ekan deydi. Peqirlari xanzocha, qitoncha, jo'rjitcha, ham mong'olcha nima bilaman. Ulug' Qag'on, soqolni parani hozircha qo'yib turaylik. O'zlaridan shuni so'rab boqay. Sheriklar hozir shaharda nima qilyapti? O'ttir tuzlarlik Xanzolar bilan Mo'g'ullarning qisosini ham sizning qisosingizni olyapti. Mening qisosimni? To'g'ri. Siz Qiton, shundaqmi? Shundaq. Oltin xonligi Qiton xonliqlarining qisoskor dushmani. Biz Oltin xonligini mag'lub qilib, sizlar Qitonlar uchun qisosinglarni etmadik. Xato dedilar. Nima? Peqirlarning 3 avlodi Oltin xonligida amal tutgan. Men yo'lliq Jusay qandaqsiga ota bobomga o'shmanlik qilgandakman. Jusay birodar, uning ustiga Mo'g'ullarni azgan ham qirg'onlar faqat Oltinxon bilan uning bel ko'rinib tursa, xon baliqni puhralar bilan nima munosabati?
Ulug' qolgan cheriklarni xonbaliqlik qurollarni bulantalan qilish qo'yib tutdilar. Sizdan so'rab boqay. Bu qisos elishmi yoki adolat tutishmi? Qop yurek! Men sizni har qachon savollarimga javob berishga va chala qolgan ishlarimni eskartib turishga yonimga ep qolsam, unasizmi? Qaysi chala qilgan ishlarni eskartaman? Agar yana chala qilgan ya'ni chala qilgan narsani bulunganliklarini eskart desalar, peqirlar buni aplashtirolmaydi. Hem xolamaydi. Hem peqirlarning qo'lidanmi kelmaydi. Sizga keldimi? Temirchi, meni qandoq o'ltirmoqchi bo'lyapsizlar? Rost xizmatimda bo'lishni xohlamamsiz? Yaxshi vazir, yurt Xizr deydigan gap bor. Sizlar dama podshohmi emasmi? Men buningga bir nima deyolmayman. Lekin hozirgi qilmishlari ba'ayni zolim podshohga o'xshab olsa, men nima uchun sizning xizmatlarda bo'lganman? O'ltirib deylik. Kelala. Hozirli shahar kirib, Mo'g'ul cheriklarini xonbaliqdan darhol qaytib kelala. Hop! Uzun soqol, siz hem samimiy hem elgi sodiq odamkansiz. Jasoratingizga va fazilatingizga qoyil bo'ldim. Menga hamdamda bo'lishga rozi bo'lasizmi? Sizlar istedodli ham tadbirli qolganning xizmatida bo'lish. Men yo'lliqchi bo'lsay uchun necha umrlik saodatdir. Hey. Efendi, turun. Merhamet. Ula qolgan merhamet. Çingiz Kağan bu dünyani bo'ysundurg'uchi bo'lish sifati bilan umrida 2 qatim o'ziga toza mos kelmagan ishni qildi. Ham 2 odam bilan o'ylamagan yerdan tasodifiy uchrashib qoldi. Uning biri Toyin dinining haq zoti Cho'cho'ji, yana biri Chingiz Xonga bo'lib uning avlodlariga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan Budda dinining ixlosmand muxlisi Yo'lliq Chusay edi.